Maktab o'quvchilari uchun Google'dagi eng zo'r o'yinlar. Bugungi videoda hali ko'pchilik ko'rmagan va kirmagan Google'dagi zo'r o'yinlar va har xil saytlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Masalan, birinchi sayt Silk deb nomlanar ekan va mana shu saytga kiradigan bo'lsangiz, har xil animatsion narsalarni chizsangiz bo'ladi. Albatta, maktabda informatika xonasida kompyuterdan kirib sinab ko'rsangiz bo'ladi, agar internetingiz bo'lsa. Kirib oldim va mana bu mishka bilan aylantiradigan bo'lsangiz, mishkani ekranga bosadigan bo'lsangiz, mana shunaqa chiroyli qanaqadir animatsiyalar paydo bo'lar ekan. Endi to'g'ri bu o'yin emas, lekin qanaqadir bir boshqacha noodatiy narsalar yasasanglar bo'ladi. Shunchaki просто mishkani surishinglar, ekranga bossanglar, mana shunaqa naqshlar paydo bo'lar ekan. Eng qizig'i buni biz o'zgartirsak ham bo'lar ekan, rangi naqshni yana ko'paytirishimiz mumkin. Misol uchun bitta joyga bosadigan bo'lsak, 3 ta 4 ta joydan chiqarib beradi. Qaranglar. Oh my god. F11 knopkasini bosib ekran kattalashtirgan bo'lsangiz yaxshiroq ko'rinadi. Wow! Kosmosda yurgan, Interstellar ichida yurgandek his qildim o'zimni. Umuman juda zo'r narsa ekan. Yana bu yerda qanaqadir funksiyalari bor ekan, bularni yo'q ko'ramiz. Kvadrat shakldagi qanaqa chizmalarni chiqarib berar ekan. Bu funksiyamiz Mirror Access Center yoqadigan bo'lsak, nima ekan bu? Bu ham qanaqadir boshqa shakllarni chiqarib berar ekan, uncha tushunmadim. Bularni o'chirib qo'yamiz. Yana kattalashtirsak bo'ladi. Xohlasanglar buni keyin screenshot qilib o'zingizlar skachat qolishingiz mumkin. Saytni yangiladim. Kiraman. Wow! Aylantirsanglar, qaranglar, mana bunaqa nima desam bo'ladi? Fizika, 6 burchak, fizikaning belgisi bor-ku, shakl paydo bo'lar ekan. 6 burchakda to'g'ri aytdimmi? Bilmadim, xullas. Va juda chiroyli bir yulduzcha animatsiyasi paydo bo'lar ekan. Eng qizig'i menga yoqdi. Keyingi sayt VBLR degan sayt ekan. VBLR g'alati ekan, bilmayman. Xullas bu saytga kiramiz, bilmayman bu sayt nima qilib beradi. Men tushunishim bo'yicha rasmdan qanaqadir noodatiy shakllar yasasak bo'lar ekan. Misol uchun bu yerga o'zingizlarni rasmini yuklasangiz bo'ladi. Misol uchun internetdan emas, to'g'ri o'zingizlarning kompyuterlarini shu telefondan kirsanglar ham bo'ladi. O'zingizlarning saytinglarni qo'yishingiz mumkin. To'g'ri, rasmiylar qanaqa sayt. Mana rasm yuklandi, qaranglar. Bizni ekranga mishka bilan suradigan bo'lsak, rasmni har xil bunaqa shakl ko'rinishi keltirsak bo'lar ekan. Cho'zib tajirgan o'yinga o'xshagan narsa ekan bu. Voy, mana odam yuzi mana bo'lib qoldi. Eng qizig'i ajoyib va buni ekranda aylantirishingiz mumkin ekan. Voy, uchib ketib qoldi. Probel bosadigan bo'lsanglar, pauza bo'ladi. Yana probel bosib davom ettirishingiz mumkin. Qaranglar, rasmni cho'zib tashladim, ilonning yuziga o'xshab. Va bu joyda yana boshdan boshlasak bo'lar ekan. Keyin startga yana bosamiz va mana bu nastroykalar bor ekan. Nima ekan bu nastroykalari? Lovga tushiramiz, rasm sifatini, kачествосini pastroq qilsak bo'ladi. Markazdagi o'sha rasmni hajmini oshirsak bo'lar ekan. Use random photoga bosadigan bo'lsak, sayt o'zi randomli rasmni tanlab beradi. Mana shu amakin rasmi ekan. Endi bosamiz. Voy, uchirib yuborar ekan. Ana amakining yuzi bunday tashqari chiqib qoldi. Animatsiya paydo bo'ldi. Yana ekranga bosadigan bo'lsak, qaranglar, o'ynashini. Unda cho'ziladigan jilelar bo'lardi. Maktab paytida o'shanga o'xshar ekan. Faqat rasmni elektron versiyada emas, plastilin qanaqa jile maktab paytida men esimdan chiqib ketdi. Plastilinni cho'zib nimadirlar yasardi, xuddi shunga o'xshatib, biz ham hozir rasm cho'zib tashamiz plastinga o'xshatib. Yana bitta zo'r o'yin topib qo'ydim. Xuddi oldingi o'yinga o'xshash, bunda ham chizib o'ynasanglar bo'ladi. Line Radar deb Google yozadigan bo'lsangiz, Line Rider to'g'rog'i. Mana shunaqa sayt ochiladi. Play knopkasiga bosamiz va biz keyingi etapga o'tamiz. Playga bosdim. Mana sayt chiqyapti. Bu yerda odamcha, bu odamchani siz chizib yugurtirishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana bunda har xil yo'llar bor. To'g'ri, har xil instrumentlar bor. Misol uchun oddiy qalamchi, rangini belgilasak ham bo'ladi. Misol uchun qizil chizamiz odamchaga, odamchani to'g'risiga bundoq chizib bundoq qoradigan bo'lsa, qanaqa yurar ekan? Play knopkasini bosamiz, hamda knopka bor, qarang. Hoppa, yuradi. Shuq, uchib ketar ekan. Bu odamchani maksimal tarzda yurgizish kerakmi shunda? 30 sekund ekan. Eng qizig'i shu 30 sekund ichida yurish kerak. Menimcha, men tushunishim bo'yicha. Keldi, ozgina o'zgartiramiz, sal zerkali bo'lib qoldi. Xo'p. Qaranglar, keyingi liniyani chizib ko'ramiz. Ko'k rangini tanlayman. Odamchani bundoq qilib pastga yo'lni, bu oddiy to'g'ri tekis chiziq ekan mana. Tekis chiziq chizdi, qaranglar. Chizdik to'g'ri. Yurg'izamiz, odamcha tushasizmi pastga? Yo'q, tushmayapti. Hech balo bo'lmadi. Xullas, mana shunaqa odamchani yurg'izsanglar bo'ladi, bilmayman. Men vashi tushunmadim, o'yinda qiziq bo'lsa kerak, videoga qo'sha qoldim. Agar buzg'unchi o'rtog'ingiz bo'lsa, shu o'yinni ulay ko'rsatinglar, chunki hozir bitta zo'r o'yin topib oldim. Tipo o'yin. Mana shu saytga kiradigan bo'lsangiz, Nilfan degan sayt bor ekan. Sizlar yerni xohlagan joylarga, yerdagi xohlagan shaharlarga asteroidda tashlasanglar bo'ladi, ya'ni как bomba sifatida. Va masalan, men aytaylik
men O'zbekistonni atrofini tanlayman. Masalan, qaranglar, mana shu Toshkentda pastiga asteroid tashab ko'ramiz, ya'ni meteoritdan kattaroq bo'lgan jism, osmonni jismi va uni xolislik kattalashda seyri bo'ladi, tezligini ham oshirsa bo'ladi. Ya'ni tez bor urilsa-mi, katta hajmda yoki sekinroq urilsa-mi, uni o'zgartirishlar mumkin. Qancha atrofga zarar yetishini ham belgilasanglar bo'ladi. Asteroidni ham o'zgartirsanglar bo'lar ekan. Eng qizig'i, mana shu qizg'ishroq versiyasini mana shu pastroqqa urib ko'ramiz, Toshkentning pastiga. Qiziq narsa ekan. Ekranga bosadigan bo'lsangiz, sichqoncha bilan hop, mana belgiladi. Launch asteroidni bosadigan bo'lsangiz, bum bum, yadroviy bomba, yadroviy bombaga o'xshab tushdi, portladi atrofga. Va mana katta krater bo'lib qoldi. Eng qizig'i Toshkentning pasti agarda xuddi shunaqa hajmda. Eng qizig'i buni boshqa joyga ham tashab ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu suvli joyga tashab ko'ramiz. O'zgartiramiz. Tak, new ni bosadiganmiz. Asteroidni o'zgartiramiz. Karbonning versiyasini tanlayman. Yanada kattalashtiraman. Oxirigacha qo'yaman. Hamma narsasini oxirigacha qildim. Belgilayman mana shu joyga Aydar ko'l ekan, launch asteroid. Spishka. Atrofdagi hamma narsa yo'qib ketdi, qaranglar. Qanchalik katta bo'lib qoldi krater va bu joyda mana pastroq uchraydigan bo'lsa, qanchalik zarar yetganini ham yozib qo'yar ekan. Mana shu joyga aytadi, shu asteroid tushib qolsa, qaranglar 91 kilometrda atrofda olov paydo bo'ladi mana. Qaranglar, mana shuncha joy yonib ketadi agar shu asteroid tushsa va 248 darajada atrofiga to'lqin boradi. Agar shu asteroid tushsa, qaranglar qancha joygacha to'lqin ketadi. Va eng qizig'i 6 km/soat tezlikda shamol bo'lar ekan. Tushib ketadi hamma narsa, xullas juda qo'rqinchli. 8 balli zilzila bo'lar ekan, ya'ni yer qimirlashi. Juda qo'rqinchli, bunaqa bo'lmasin, no qiziq narsa ekan. Mana Kaspiyga ham tashab qo'ysak bo'ladi, keldi. Qiziqishga boshqachalar tashab qo'yamiz. Kometa ham bor ekan, qiziq, asteroiddan tashqari kometa bor ekan, oltin asteroid bor ekan. Keldi, oltin asteroid tashab qo'yamiz. Wow, bunaqasini ko'rmaganman, qarang, to'lqinni borganini. Mana shu joy krater bo'lib qoldi endi. Qancha darajada mana shuncha atrof yonib ketishini ko'rishingiz mumkin. Turkmaniston, O'zbekiston, Kavkaz. Qo'rqinchli. Bir tarafdan qo'rqinchli, bir tarafdan qiziq sayt. Nilfan deb kirib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Agarda zerikkanlarda pianino chalishni xohlasanglar, kompyuter o'zida Shared Piano degan sayt bor ekan. Klaviatura bilan chalishingiz mumkin. Saytga kirdim. Bu yerda nima klavishdan bosishimiz kerak bo'ladi. Любой klavish ishtirokdan bo'lsa, mana hozir chalib ko'ramiz. Xullas qiziq sayt ekan. O'zingizlar muzikani chalib, uni yozib olsanglar ham bo'ladi. Menimcha eng qizig'i save bosamiz. Yozib olishingiz ham mumkin ekan. Screenshot qilib ishlatsanglar bo'ladi. Qiziq sayt. O'rtog'inglar bilan ham o'ynashingiz mumkin, lobbi ochib. Juda zo'r sayt ekan. Albatta, zerikanda yaxshi ketadi bu ham. Yoki Google dan Katamari deb yozadigan bo'lsanglar, mana shunaqa bitta zo'r kichkinagina o'yin chiqadi. Buni telefondan sinab ko'ringlar. Qarang. Mana bu joyda koptok bor. Mana shu koptokni bosib, ekranni aylantiradigan bo'lsanglar, shu koptok, klavishlar bilan boshqarsanglar bor ekan. Telefonda buni surib boshqarsanglar bo'ladi. Klavishlar bilan boshqarganlarda qaranglar. Ekrandagi hamma anaqalarni, yozuvmi, rasmmi, hammasini magnitga o'xshab tortib oladi. Qaranglar, tortib olishini. Mo'g'in ajoyib narsa ekan. Eng qizig'i buni mishkada ham boshqarsa bo'lar ekan. Mishkada ham boshqarsa bo'lar ekan. Klavishda boshqarish osonroq. Qaranglar, tortib olishini nimaga yaxshi ishlayapti. Xuddi magnitga o'xshab tortib olsa bo'lar ekan. Yoki Google'da Atari Breakout deb yozadigan bo'lsangiz, mana shunaqa o'yin paydo bo'ladi. Mana bu joyda koptokcha bor. Har bir koptokchani o'sha bloklar uradigan bo'lsangiz, har xil ovoz chiqadi. Qaranglar, sinab ko'ramiz. Bizda mana bitta yengilab boraylik. Kiramiz mana shu joyda o'yinni o'ynashni boshlaymiz. Qaranglar. Ko'rasizlar, har xil ovoz eshitiladi, har xil tovushlar chiqadi, har bir blok urganinglarda. Ko'rdinglar, muzikaga asosida o'yin o'ynayapsizlar. Qiziq narsa ekan. Hozir biz 48 ochko bo'ldi. Eng tepasigacha hozir urushga harakat qilamiz. Qiziq o'yin ekan. Bir paytlar kichkina Nokia telefonlarda shunga o'xshagan o'yin bo'lardi. Bu payt endi o'yinda arningni buzardik ko'pincha. Qiziq bo'lardi. Maza qilib o'ynardim. O'yinma telefonlarda bo'lardi. Hozir tezlashib ketdi. Ko'rdinglar? qaranglar. Ursenchi pastga tush.
Yaxshi, bu tepaga chiqib qoldi, yuraveradi o'zi. Ay, bunaqasi zigzag bo'lsa zo'r bo'ladi, zo'r ketadi. O, ana. Xullas do'stlar, bugungi video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Anchadan beri Google'dagi mana shunaqa sirli o'yinlar haqida video qilmagan edim va menda ideyalar ozgina tugayapti. Do'stlar, yana qanaqa qiziq videolarni ko'rish xohlar deydi. Blogerlar bilanmi, qanaqadir challenge videolarmi? Albatta, ideyalar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Bularni ham biz albatta YouTube'ga chiqaramiz. Qiziq bo'lsa, agar video like bosmagan bo'lsangiz, like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Tezroq 50 mingta bo'laylik va shu 50 mingtadan keyin biz ham 100 mingtaga bo'lishga harakat qilamiz. Orada videolar chiqishi to'xtab qoldi. Yana endi sekin-sekin davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.